Assalomu alaykum komandir. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Hujjat bor. Biroq qonun buzdingmi? Qoida buzdingmi? Hujjatlar tekshirish. Guvohnomangizni ko'rib qo'ysam ham. Qo'yasizmi? Tak, Safardan Hasanboy, o'g'li. 30 may, ha. Значоgingizni shuni ko'rib oling. Video kamera ishlayaptimi? Bilmadim, ishlamayapti. O'zingizni to'liq tanishtirmoqsiz-da, to'xtatgandan keyin. Yo'q, men shu to'xtatganda sirasi tanishtirishingiz kerak-da. Sizga nima beray aka? Haydovchilik guvohnomangiz. Mana aka, texpasport. Mana haydovchi guvohnoma. Yo'l varaqangizni. Mana akajon. O'shanda ayni ishlar bormi aka? Ayni tushitil? Ha. Ayni tushitilni faqat texpasportga Yo'q, texpasportga beramiz-ku aka. Sizga emas-ku. Yo'l harakat qoidalari. Yo, siz to'xtatganingizda hujjat deb so'raysiz. Menda siz ayni tushitil absmotr demadingiz-ku, to'g'rimi? Absmotr demayapman, sizdan tekshira olmaysiz aka. Yo'l harakat qoidalari 7-10 bandini ochib o'qisiz, yozib qo'ying. Yo'q, to'g'ri. Siz to'xtatganingizda birinchi bo'lib savolga to'g'ri javob berishingiz kerak, to'g'ri gapirishingiz kerak edi. O'shani tekshirilyapti. Siz hujjat deyapsiz-ku, to'g'rimi? Tushunmadim. Siz hujjat deyapsiz, to'g'rimi? Nima borligi tekshirmay qayerdan bilinadi? Bor, hamma narsam bor mana aka. Taqdim qo'ying, ko'rib qo'yaylik. E'tiroz bo'lsa qog'oz protokol yozib beramiz, akajon. Nimaga e'tiroz menga hozir Yo'q bo'lsa deyapman-da. Taqdim qilolmayapsiz. Yo'q, taqdim men sizga qilib beraman. Siz hozir gapirayotgan gapingiz siz noto'g'ri. Men sizga hozir ko'rsatib berishim shart emas, aka. Bo'ldi, men gap yo'q. Men YouTube'ga qo'yganimdan keyin ko'ramiz-da. Mana aka, Agnitushtel so'raganingizdek aptechka hamma narsa bor bizda. Bizda qonuniy yuramiz, bizda tekshiriladi bu. Har kuni nasmotr bo'ladi. Mana Agnitushtel hamma narsa joyida, aka. Bizda ertalab asmotr bo'ladi. Har bitta putyovka o'tganimizda borib tekshiriladi. Qayta jihoz yo'q bizda. Qayta jihoz yo'q bu. Qayerga yozib qo'yibdi qayta jihoz deb. Nima qayta jihoz? Qayta jihoz degan joyni ko'rsatib bering menga. Protokol xohlasangiz cho'zing. O'sha narsaga. Jarima maydoniga qo'yamiz, e'tirozingizni yozasiz. Bo'ldi. Sud orqali siz bilan Bo'ldi aka, bo'ladi u ham. yo'lovchilarni tushirib oling. Bo'ldi aka. Yo'lovchini Maydoniga qo'yamiz. bo'ldi aka, gap yo'q. Yozing. Qayerga yozib qo'yibdi aka? Qayerga yozib qo'yibdi? Qaysi kodusda yozib qo'yibdi? 125-moddada qayerga yozib qo'yibdiki, mana bunaqa parok mumkin emas deb. Qayerga yozib qo'yibdi? Tashqi emas bu, u xalq chiqadigan joy. Bu otbushga chiqadigan odam bu. Odamlar. Yo'q, xo'p, odam chiqadigan joy-ku bu. Parok-ku bu. Haydovchi biza gapirib oling, keyin men gapiraman. Gapingiz tugadi. Xo'p, qarang, bu yo'lovchi chiqqanda chiqadigan narsa bu. Odamlar oyoq qo'yib chiqadi. Yoshi kattalar chiqadi bu narsa. To'g'rimi? To'g'rimi? Bo'ldi bu. Hozir bu qayerda jihoz bu? Mayli, sudlashamiz, gap yo'q. Gap yo'q. Transport vositasi. Bo'ldi. Jarimaga bo'lsa jarimaga, gap yo'q. Ya, o'zlarining gaplarini eshitgan faqat. Bo'ldi. O'zlari gapirar-ekanlar, o'zlarining gaplarini eshitib. Yo, tushundim, aka. Men tushundim. Men yoqqa syomka qiling, iltimos sizdan. Tushundim, aka. Hatto qismiga ham yozib beradi bo'lsa, telefondan foydalanyapsiz. Men bu yoqqa syomka qiling, aka. Siz bu yoqqa o'tinglar bo'lmasa, nima bu bunaqa o'sha turibdi? Yo'lovchi bo'lgan uchun aytayapman. Qatnoq qismi telefondan foydalanyapsiz. Mana, keling, hop, kelsin mana bu yoqqa olib o'tsin. Evakuator chiqib oling. Nimaga evakuator aka? Men ichganmanmi? Siz jahlingiz ichgan deb yozilganmi? Yo'q, men ichmaganman aka. Men haydashga huquqimga egaman. Men huquqimga egaman. Siz hech kim ichgan. Men hech kim mashinamni haydamaydi aka. Men soppa sog'man aka. Kamimiz evakuator. Yo'q, nimaga evakuator? Men soppa sog' bo'lsam, qanaqasiga evakuator olib ketadi? Hech kim hech narsa demayapti. Yo'q, qanday evakuatorda olib ketasiz? Aka. Men soppa sog'man, mana yonimga o'tirsa, men haydab boraman jarima maydoniga. Siz hayday olmaysiz. Nimaga hayda olmayman? Sog'lik evakuator o'zi olib boradi. Ha? Aka, evakuator o'zi olib boradi. Nima uchun? Sabab. Yo'q, aka, soppa sog'man, ichmaganman. Siz yo'q, qabul qilmayapsiz. Yo'q, siz bitta narsani tushuningki, men agar ichgan bo'lsam, Xatda yozilgan. mana hujjat, eshitib turing, hujjatim bo'lmasa, men o'zimni yaxshi his qilayotgan bo'lsam, Xatda yozilgan, shuni ko'rsatib bering. Men sizga hozir borib sudlashganini ko'rsatib beraman men hozir, aka. Sudlashganni hamma qonunni ko'rsatib beraman.
hamma qonunni ko'rsatib beraman, aka. Nimaga asoslanib gapiryapsiz? Bo'ldi, aka, men sizga aytdim. Men isbotlab beraman. Men isbotlab beraman deyapman, yana bir marta aytdim. Bering, muammo yo'q. Keyin Bo'ldi. gapirayotgan gapingizni isbotlab bering. Men hammasini isbotlab beraman, aka. Mana shu yozayotgan har bitta gapingizni isbotlab beraman, aka. Har bitta gap. No lekin